Bismillahirrahmanirrahim. 12 darsimiz hadis haqida savol javob ekan. Ibrohim o'qing. ما هو الحديث النبوي؟ نبوي حديث نما هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم من جابدر. Hop, keyingisi Asiya. ما أصح كتابين بعد القرآن الكريم؟ ما أصح كتابين بعد القرآن؟ بعد القرآن niya. Hop, tarjima qiling. Qur'ondan keyin eng to'g'ri kitob qaysi? Eng sahih bo'lgan kitob qaysi? Asahhu kitabayni. Ikkita sahih, eng sahih bo'lgan ikki kitob qaysi? Demak, ma'ni har doim nima deb aytmas ekanlar sizlar. Qaysi deb ham tarjima qilar ekansizlar. Nimaga qarabda? Hop, qaysi kitob ekan? Sahih Buxoriy va Sahih Muslim ekan. Sahih Muslim. Demak, mana shu kitoblar nomlari shu. Sahih Buxoriy deb nomlanadi yoki Sahih Muslim deb nomlanar ekan. Ikkita kitob Qur'ondan keyin kelgan sahih kitob. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlari tushunaliga sahih yo'l bilan yetib kelgan. Hop. ما هي كتاب الحديث الستة؟ ما هي كتاب نبتة؟ كتب الحديث حديث الستة. حديث الستة. حديثي بولد يعني؟ حديثي ما شاء الله. حديثي بولد. نما جا مزامزة فيك. عش كتب الحديث الستة ما يتباركم يقولن. تمام. هو ترجمة قلي. و altı hadis kitabı nima? Hadis kitobları nima? Yo'q, nima durmaylar. Har doim nima deb tarjima qilmayman, balki qaysi desanglar chiroyli. Demak, 6 ta hadis kitobimiz qaysi? Qaysi ekan? Sahihul Buxoriy, Sahih Buxoriy, Sahihul Muslim, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Abu Dawud ekan. Abi Dawud deyapti, lekin biz Sunan Abu Dawud deymiz o'zbek tilida. Sunan Nasa'i, Jami'ut Tirmizi, Sunan Ibn Majah. Sunan Ibn Majah. Demak, mana shu hadislar 6 ta hadisu sittani yodlar ekansizlar. 6 ta hadisda kitob 6 ta hadis kitobini yodlar ekanmiz. Nima ekan? Buxoriy hadisi, Sunan Sahih Buxoriy, Sahih Muslim va Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Jami'at Tirmizi va Sunan Ibn Majah. Mana shu labbi. Alif tushmayapti, o'rtada kelyapti. Ibn Majah bo'lib qolib ketyapti. Ibn Majah bo'lib. Majani alifi. Sunan Ibn Majah. Buni qoidasi bor o'zini. Inshaalloh hali o'tamiz. Tamam? Buni alif ba'zan tushadi. Alif mana buniki. Ikkita alamda o'rtasida bo'lsa. Hozir bu ikkita alamda o'rtasida emasda. Tushunarlikmi? Ba'zan tushmaydi. Hop, davom etamiz. ما أكبر كتاب حديث عندنا؟ Amani bitta esimizdan chiqdi. Bu yerda ahammu meta o'qimaysiz. Ahammu kutub bil hadis, ya'ni hadis kitoblarining eng ahamiyatlisi ekan. Mana shu 6 ta, boshqa hadis kitoblari ham bor, lekin bittaga ahammu kutubil hadis deyapti. Hadis kitoblarining eng nimasi ahamiyatlisi mana shu 6 ta buyuk katta kitoblar ekan. Endi o'qiymiz Ibrohim. ما أكبر kitabu hadis. Ibrohim. Kitabin bo'ladi. Kitabin hadisin indana. Nazdimizda bizni nazdimizda bizga ko'ra deyapti-da, bizni nazdimizda eng katta hadis kitobi qaysi? Mashalloh. Bizni nazdimizda, ya'ni bizni fikrimizga ko'ra eng katta hadis kitobi qaysi? Qaysi hadis ekan? Mana 6 ta hadisni aytib o'tdik hadis kitoblarini. Mana shularning ichida bormi bu? Yo'q. Musnad, lekin yo'q. Lekin 6 ta kitobdan tashqari yana bir kitob bor. Bu kitobni kim yozgan? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yozganlar. Bu kitobning nomi Musnadul Imamul Ahmad deb nomlanadi. Tushunaliga? Imom Ahmadning musnadlari. Bu nomlari musnad deb tarjima qilib olmang. Kitobning nomi bu. Demak, juda ham ko'p hadis keltirilgan. Nima ekan? Mana bu 6 ta kitobni berdi-da. 6 ta kitobdan tashqari yana bir kitob bor ekan. Bitta bu kitob Musnad Imom Ahmad hadislari juda ko'p nima keltirilgan ekan, hadis keltirilgan ekan. Ba'zi nimalarga ko'ra, taxminlarga ko'ra 27 mingdan oshiq hadis deb aytilgan ekan. Tushunaliga? Juda ko'p hadis keltirilgan. من هو حافظ الأمة؟ أمتني حافظ كم؟ من هو حافظ الأمة؟ Ummatning hofizi kim? Nima uchun ummatning hofizi deyilyapti? Chunki eng ko'p yodlagani. Mashalloh. Kim ekan? Abu Hurayra radhiyallohu anhu. Hadis ilmi bo'yicha eng ko'p hadis yodlagandan rivoyat ham qilib berganlar, aytib berganlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday bo'lganlar, shunaqa qilganlar. Masalan, hadislar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kalomlari yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilgan ishlari, mana shu narsalarni Abu Hurayra aytib berganlar. Har bittasini aytib berganda juda ko'p aytganlar. Tushunarlikmi? Keyin ayollar bo'yicha eng ko'p hadis rivoyat qilgan kim? Oysha onamiz. Ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keyin turadilar. Tushunarlikmi? Demak, Abu Hurayra radhiyallohu anhu eng ko'p hadis rivoyat qilgan sahobiylardan hisoblanadi va hafizul umma deyiladi. Ertaga sizlarga imtihon qilaman, yaqin tugatamizki, 2 ta 3 ta varaq qoldi. Shu tugatganda hafizul umma desam, sizlar nima deysizlar? Abu Hurayra radhiyallohu anhu.
demak Abu Hurayra radhiyallohu anhu hafizul umma deb aytilganlar juda ko'p hadis shu aytilishicha 5374 ta hadis aytgan ekanlar tushunarli. Xo'p, savol bormi shu yergacha? Savolim bor. Hozir bitta 5 xosisi tepasida aytib o'tdingiz-ku, Imom Ahmad 27 mingta hadisni yozganlar, ya'ni kitobga yozganlar hammadan to'plab dedingiz. Lekin hozir bitta Abu Hurayra radhiyallohu anhu 5374 ta to'plabdi-ku. Ya'ni rivoyat qildi. Bu kishi Ahmad ibn Hanbal, Imom Ahmad sahobiy emaslar-da. Sahobiy emas. Abu Hurayra sahoba. Imom Ahmad sahobalar aytib bergan hadisni yozgan. 27 mingta hadisni yozgan. Masalan, Abu Hurayradan, Oysha radhiyallohu anhudan, Anas ibn Malikdan, tushunarlikmi? Yoki yana boshqa bir sahobalardan bitta deb to'plaganda 27 mingta bo'lgan. Bu kishi sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunaqa qilgan, shunday qilganlar, shunaqa amal qilganlar, bundan qaytarganlar, mana bunday qilardilar deb turib aytib bergan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarini bitta o'zlari aytib bergan shu hadisda. Abu Imom Ahmad sahobadan to'playdi hadisni. Tushunarlikmi? Sahoba. Abu sahobani o'zi to'plagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Nima? Imom Ahmad payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rmaganlar-ku. Tobiin bo'lganlar. U kishi nima qilganlar? Tobiin, tabiin bo'lganlar. Mana shu yerda nimalardan to'plab silsila ulangan sahobaga. Bitta o'zi bitta sahoba aytayapti-da. Tushunarlikmi? Abu Hurayra o'zi aytayaptilar hadisda. Musnad kitobi u kitob yozilgan, hadis bo'yicha kitob yozilgan. U sahobalardan to'plangan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, davom etamiz. Hop. Man huwa najmus sunan? Ma huwa najmus sunan. Demak, sunnatni najmi kim deyapti? Sunan najmus sunan kim ekan? Al-Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas ekan. Hop, Malik ibn Anas nima uchun najmus sunan deyiladi? Shuni daftaringizga not qilib yozib olinglar. Birinchisi Muvatto degan kitoblari bor bu kishini. Muvatto degan kitoblari bor. Muvatto degan kitoblari eng birinchi yozilgan hadis kitobi hisoblanadi. Qarang, bittaga Sahih Buxoriydan ham birinchi yozilgan kitob Muvatto hisoblanadi. Tushunarlikmi? Ikkinchisi Malik ibn Anas Maliki mazhabiga nima qilganlar? Asos solganlar. Tushunarli? Najmus Sunan deb nomlanish sababi birinchi bo'lib hadis kitobini kim yozgan deysizlar? Anas ibn Malik emas, Malik ibn Anas. Anas ibn Malik nima sahoba? Tushunarli? Malik ibn Anas, al-Imam Malik ibn Anas qaysi kitobda yozganlar ekan? Muvatto. Hamma kitoblardan o'sha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan kelgan hadislarni birinchi bo'lib yozgan kishi kim ekan? Malik ibn Anas. Kim deb nomlanar ekan? Najmus Sunan deb nomlanar ekan. Tushunarli? Xo'p, davom etamiz. Mas Ibrohim. Man huma shaykhan? Ikkita shayx kim? Ikki shayx kim ekan? Buxoriy va Muslim. Buxoriy va Muslim ekan. Xo'p, ketdik. Ma ma'na hadithun sahihun? Yani sahih hadisning ma'nosi nima? Demak, sahih hadis bor ekan, hasan hadis bor, zaif hadis bor, to'qima hadislar bor. Endi shular ma'nosini tushunamiz. Sahih hadis deganda nimani tushunar ekanmiz? Huwa allazi tasahhu nisbatuhu ila rasulillah. Tasahhu nisbatuhu. Nisbatuhu ila rasulillah sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbat qilingan, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam haqlarida ya'ni nisbat qilingan sahih nisbat qilingandir. Yo'q, g'alati tarjima bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbati sahih qilingan, to'g'ri qilingan hadis hisoblanar ekan. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan narsalar va juda ko'p odamlarning rivoyati aniq-tiniq yo'l bilan yetib kelgan. Hali hadis inshaalloh kelajakda sizlar bilan mustalahul hadislarni o'qiymiz. Bitta hadisni rivoyat qilish uchun, o'sha odamdan hadisni eshitish uchun, masalan, va insonlarga yetkazish uchun qanaqa yo'llari bor? Hadis rivoyat qiladigan inson qanaqa bo'lishi kerak? Masalan, ular sharti bor-da. Qanday yo'l bilan bizgacha yetib kelgan hadislar, shuni tanishasizlar. Eshityapsizmi? Xo'p, ular shunaqa darajada ishonchli bo'lishi kerakki, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahoba tobiinga aytib beradi hadisni, keyin tobiin tobiinga aytib beradi, tobiin keyin ulamolarga aytib beradi. Mana shu aytib berayotgan odamlarni nimalari ham tiniq bo'lishi kerak. Masalan, Abu Hurayradan rivoyat qildim deb oddiy odam aytib ketmagan. Tushunarlikmi? Palonchidan hali Termiziy sahih nimani Sunan Termiziylarni o'qiysizlar. Ibn rosa bitta hadis rivoyat qilish uchun nechtadir odamning ismi keladi-da. Keyin sahobaning ismini keltirib, keyin hadis keladi. Asli hadis. Masalan, hozir hadis aytilayotganlaringizda Abu Hurayradan rivoyat qilinadi deb aytib ketaverasiz. Lekin oldingilar hadis aytayotganda u kimdan eshitganini, keyin oxiri Abu Hurayraga taqaladi yoki Oysha radhiyallohu anhuga taqaladi yoki Umar radhiyallohu anhuga taqaladi, shunaqa bo'ladi-da. Oxiri sahobaga yetib boradi, keyin u hadis aytadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qilganlar deb aytadilar yoki shu masalan yaxshi gap ham sadaqadir deb aytganlar deydi. Ungacha kimlardir mana shu shajara ulanib keyin sahobaga keladi. Endi o'sha ulangan sahoba nimalar ham odamlar ham sahih bo'lishi kerak-da. Ishonchli bo'lishi kerak. Masalan, nimani Imom Buxoriyni hayotiga qarasangiz, bir kishidan hadis eshitmoqchi bo'lib borganlarida nima qiladi? Haligi odam qo'yini aldatayotgan bo'ladi-ku, hadis olmaydi keyin.
eshitganmisizlar shu narsani? Qarayapti, nimani qo'ydimiki, bir nimani bir narsani ko'rsatadi-da, keyin haligi nima deydi, hayvon kelmoqchi bo'lganda nima qiladi? Ma'ruz ishlatadi-da ish qilib. Shunda aytadiki, "Yo'q, men bu odamdan" deydi, "hadis rivoyat qilmayman" deydilar-da. Ya'ni juda ishonchli bo'lish kerak. Hadis rivoyat qilayotgan odamlar ko'chadan ham ovqat yemaslik kerak. Yolg'on hayotida yolg'on gapirmagan bo'lish kerak. Ma'ruz ishlatmaydigan odam bo'lish kerak. Uni shartlari bor-da. Tushunarlimi? Juda bir hadis ilmida aniq-tiniq yetib keladigan hadis, sahih hadislarimiz nima ekan? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga nisbati Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima bo'lgan? To'g'ri bo'lgan, ya'ni sahih bo'lgan. Uni roviy qilayotganlar ham ishonchli insonlar bo'lgan ekanda. Tushunarlimi? Xo'p, hasan hadischi? ما معنى حديث حسن حديث حسن agar ma'naga izofa qiladigan bo'lsak, hadisin hasanin deymiz. Agar ma'naga muzofiylik qilsak, yaxshi. Huval qoribu هو القريب من الدرجات الصحيح min hadisiz alif lam bo'lsa, min deb fathaga ochasiz. من درجات الصحيح Min darajati sahih. Demak, sahih darajasiga yaqin, sahih darajasiga yaqin ekan. Buni shu hadis hasan hadis deb ataladi. Keyingisi Asiya, to'g'ri tur. ما معنى حديث ضعيف؟ Qara, hadisun doifun desam bo'ladi, lekin mana bu ma'naga izofa qilinadigan bo'lsa, hadisin, hozir Robiyaga shuni tushuntirdim. Hadisin doifin desam. ضعيف هو الذي لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nisbatuhu bo'ladi. نسبته Nimaga tu bo'ladi? نسبته Chunki tasihhuni nimasi? قائلة. Shuning uchun e'tibor beringlar, harakatni xohlaganlaringizcha qo'yib ketmanglar. لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ga nisbatan to'g'ri emas hadis. Yaxshi. Demak, zaif hadis qanday ekan? Sahih bo'lmagan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nisbatan sahih bo'lmagan degani, to'g'ri bo'lmagan degani, ana shu roviy qilayotgan odamlarda qandaydir bir shartlar topilmaydi yoki bir narsalar tushib qoladi-da, zaif aylanadi o'sha hadis. Tushunarli? Xo'p, keyingisi? ما معنى حديث موضوع؟ Yaxshi, mashallah. to'qima hadisning ma'nosi nima? Qani, to'g'ri, mavzuda to'qima deyapmiz, lekin aslida masalan hadis ilmida sahih hadis bor, hasan hadis bor va doif hadis bor ekan. Tushunarli? Demak, menga aytayotganlaringizda qanaqa hadislar bor ekan? Demak, sahih bo'lgan hadis, hasan bo'lgan hadis, doif bo'lgan hadis, mavdu' bo'lgan hadis. Tushunarli? Mavdu' bo'lgan hadis nima deyilganda, nima ekan bu? هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ustida, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qilgan kishidir. Yo'q, kishidir. Ya'ni yolg'on to'qilgandir. Hadis ma'nosida kishi bo'lsa bo'lmaydi. Hadis ma'nosida tutilyapti. Hadis kishiga kiradimi? Yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yolg'on to'qilgandir. Tushunarli? Yolg'on to'qilgan hadis. Xo'p. Nashat manzili mal الأحاديث التي نأخذ ديننا Mashallah, dinana minha. Nimaga allati kelyapti? Chunki hadis ko'plik bo'lyapti, aqlsiz ko'plik Mashallah, bo'lyapti. aqlsiz ko'plik bo'lgan-da. Yaxshi. Demak, nima deyilyapti? Qanday hadislar shundayki, biz dinimizda undan olamiz. Qaysi hadislardan olamiz dinimizda? Sahih hadislar, tushunarli? Sahih hadislarni dinimizga olamiz. Xo'p, tushunarli. Ya'ni aqida ilmida sahih hadislar nima qilinadi? Ishlatiladi. Tushunarli? Shu yergacha darsimiz inshaalloh.